Qo'shiqlarimizga mana buni Olim akaga berib qo'yinglar. Nimaga? Qiynalmasinlar. Instagram xush kelibsiz sud zalimizga. Mana mendagi so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, ko'pchilik blogerlar sizning orqangizdan pul topmoqda ekan. Tushunmadim. Siz orqali pul topyapti ekan demoqchi edim. O'rtoq sizga ruxsat eting, ushbu mahbusani o'zim qo'llariga kishan solib, to'xtovsiz, ayolsiz ketma-ket rahim shafqat qilmasdan savol javob qiling. Ey, savolni sen ber. Sen juda ham qo'pol ekansan. O'rtoq sudya! Meningcha adashibman. Bu yoshlarning vaqti bekor ketmayapti karo. Xo'p, sizga bir savol bilan yuzlansam. Hop, nega siz hammaga har xil ko'rinasiz? Bilasizmi, men shunaqa yaratilganmanki, kim nimani ko'rgisi kelsa, shunaqa ko'rinaman. Men sizni ishontirib aytamanki, bu zaldagi hammaga bir xil ko'rinyapsiz. Mayli, hop, yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Mana bugungi kunda haterlar Instagramda gif qiluvchi konkurschilar ko'paygan. Sizni eng ko'p g'ashingizni keltiradigan narsa nima Instagram? Men qizlarni chiroyli qiladigan har xil effekt, filtrlar yaratganman. Ha. G'ashimga tegadigani bundan bolalar foydalanyapti. Hop, o'rtoq sudya, yana bir savol bilan yuzlansam Instagramga ruxsatingiz bilan. Menga qarang Instagram. Mana bugungi sizga ham protsessga doir bo'lmagan savol. Sudya, prokuror, men advokat hamda bu hakamlarimiz orasida sizdan kim foydalanmaydi? Aniq ayta olamanki, Bobur aka mendan foydalanmaydilar. Ma'lumot uchun, Bobur aka faqat mendan foydalanadi. O'rtoq sudya, Instagramga boshqa savol qolmadi. O'zi 3 ta savoldan keyin o'lib qolar ekansiz, o'rtoq advokat. Hukm. Ha.